قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 22-darsni o'qiymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan mazmun nima u deganda, biz darsimizning 5-dan boshlab qo'sh o'qilmaydigan, ya'ni tanvin o'qilmaydigan ismlar deb ma'lum ismlar bilan tunishib o'tgan. Biz bugun mana mush ismlar bilan tafsiliy tunishib chiqamiz. Bu ismlarni arab tilida nima deymiz deganda, biz bu ismlarni arab tilida mamnu min as-sarf deb ataymiz. Nima? Mamnu min as-sarf. Ya'ni turilishdan cheklangan ismlar. Endi bu ismlarning alohidligi nima deganda, birinchidan bu ismga tanvin kirmaydi. Ya'ni qo'sh o'qilmaydi. Masalan, Fatima tun, Aisha tun deb qanday qilmaydi? Qo'sh o'qilmaydi. Ikkinchidan bu ismlar zir qabul qilmaydi. Ya'ni bu ismlarga zir harakat kirmaydi. Xo'sh. Endi bu qo'sh o'qilmaydigan, ya'ni tanvin o'qilmaydigan, zir harakatni qabul qilmaydigan ismlar qaysi deganda, al-anwa'ul atiya min al-asma' mamnu'atun min as-sarf deydi. Ismlardan tuvandagi turlari mamnu'atun min as-sarf deydi. Xo'sh, unda bo'lsa, bu ismlar qaysi? Diqqat. Birinchidan mamnu' min as-sarf ismlar ayollarning ismlari. Ya'ni ayollarning ismlari. Meyli bu ayollik şekildeki isim ayolninki xas ismi bo'lsin, yoki bir o'rinning yoki shaharning ismi bo'lsin, ayollik şekildeki isim nima bo'ladi? Mamnu' min as-sarf bo'ladi. Masalan, birinchi turisi shu. Zeynep ayolning ismi, Maryam ayolning ismi, Fatima ayolning ismi. Mekke, Judda bu shaharning ismi. Lekin bu qanday isim? Ayollik şekildeki isim. Oxirida ta bo'lgan isim. Demak, birinchidan ayollik ismlar mamnu' min as-sarf bo'ladi. İkinciden lafziy şekildeki ayollik ismlar. Lafziy şekildeki ayollik ismlar deganimiz qanday deganda, o'zi er kishining ismi, lekin buningda ayollikninki lafziy jihatda ayollikning alomati bo'lgan ismlar. Masalan, Hamzatu, Usamatu, Muaviyatu, Talhatu. Bular erlarning ismlari, lekin buningda ayollikning nimasi bor? Alomati bor. İkinciden mana shu muannas lafziy ismlar mamnu' min as-sarf bo'ladi. Ya'ni lafziy jihatda, ya'ni shu yezilish lafziy jihatda ayollikning alomati bo'lgan ismlar. Xo'sh. Uchinchidan qaysi ismlar mamnu' min as-sarf bo'ladi deganda, oxirida alif nun bo'lgan xas ismlar. Ya'ni bu ortiq alif nun bo'lgan xas ismlar. Masalan, Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marvanu, Nu'manu. Bular hammasi kishi isimlari. Ya'ni xos isimlar deganimiz kishi isimlari. Ammo buning oxirida nima bor? Alif nun bor. Bu alif nunni biz arab tilida alif nun zaidatan deb ataymiz. Ya'ni ortiq alif nun deymiz. Buni nima uchun ortiq alif nun deymiz? Buni keyingi munosabatlik darslarimizda so'zlaymiz. Demak, oxirida bu shundoq alif nun bo'lgan xos ismlar nima bo'ladi ekan? Mamnu' min as-sarf bo'ladi ekan. Hammasi kishi ismlari. Endi bunun tarmoqiga, uchinchisining tarmoqiga oxirida alif nun bo'lgan sifatlarni kichiktirdi. Sifatlarni kirib ketadi. Masalan, kaslanu, jav'anu, atshanu, shab'anu, mal'anu. Mavla mana hurun, och, ussuz, to'q, tushaq. Buni biz arab tilida sifatu mushabbiha deb ataymiz. Xo'sh, mana mushundaq sifatlar xos ism bo'lmaydi bo'lsa, sifat bo'lib, oxirida nima bo'lib qolsa, alif nun bo'lib qolsa, bu nima bo'ladi? G'ayri munsarif, ya'ni mamnu' min as-sarf bo'ladi. Endi to'rtinchidan, ya'ni uchinchisi, birinchi, ikkinchisi, uchinchisi bo'ldi. Endi to'rtinchidan mamnu' min as-sarf bo'ladigan ismlar qaysi deganda, fiil o'lchimida kelgan ismlar, xos ismlar. Ya'ni fiil o'lchimida kelgan xos ismlar. Masalan, Ahmadu bu af'alu o'lchimiga tushib qoladi. Af'alu degan fiilninki o'lchimiga. Azhabu degan fiilning o'lchimiga qanday qiladi? Tushib qoladi bu. Ahmadu, Anvaru, Akbaru, Ashadu. Demak, buni biz arab tilida vazni fi'l deymiz. Ya'ni fiilning o'lchimidagi ismlar. Bir ism bo'ldi, kishi ismi. Lekin bu kishi ismi fiilning o'lchimiga tushib qoldi.
Demek ef'alu ölçümü qanday qildi? Tushib qoldi. Mana bu g'ayrimunsarif bo'ladi. 4-dan bu af ahmadu anvaru akbaru as'adu. Ya'ni ef'alu ölçümideki qanday ismlar? Kishi ismlari. Endi bunun ikkinchi tarmoqi endi ef'alu ölçümideki asli sifatlar. Asli nimalar? Sifatlarmi g'ayrimunsarif bo'ladi. Masalan, abyadu, asvadu, ahmaru, asfaru, akhbaru, azraqu. Demek hammasini nima o'lchamda? Af'alu o'lchamida. Demek 4-si g'ayrimunsarif bo'lgan ismlarningki af'alu o'lchamida kelgan xos ismlar yoki af'alu o'lchamida kelgan asli sifatlar. Abyadu oq, asvadu qora, ahmaru qizil, asfaru sariq, akhbaru yashil, azraqu ko'k. Bu asli sifatlar bu. 5-dan g'ayrimunsarif ya'ni mamnu' munassarif bo'lgan ismlar chet elning ismlari. Chet elningki xos ismlari. Ya'ni mayli u shaxsning bo'lsin, shaharning bo'lsin. Chet el ismlari. Masalan qaraydigan bo'lsak, Williamu, Edwardu, Londonu, Barisu, Pakistanu, Bag'dadu, Ibrohimu, Ismoilu. Mana bu shu hammasining bo'ldi chet elning ismlari. Mana bularmi nima? G'ayri munsarif, ya'ni mamnu' munassarif. 6-si mamnu' munassarif ismlar qaysi deganda oxirida alif va hamza bo'lgan ko'plik ismlar. Oxirida alif va hamza bo'lgan nima? Ko'plik ismlar. O qaysi deganda aghniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atiba'u. Qaraydigan bo'lsak, hammasining oxiridan ba alif va hamza bilan oyoqlashgan. Asdiqa'u shu, aqwiya'u shu, atiba'u shu. Xo'sh, fuqara'u bo'lsa bu o'xshash. Bumi oxirida hamza bilan ba alif bilan oyoqlashgan ismlar. Vuzara'u, zumala'u, ulama'u deganga o'xshash. Xo'sh, endi buni hozirlar shunda tushunib turinglar. Bu nima uchun bu alif lam kirsa, oxirida alif lam bilan, ya'ni alif hamza bilan oyoqlashgan bo'lsa, nima uchun biz buni g'ayrimunsarif deymiz deganda buni keyingi tixim cho'nqurg'a vaqtimizda tushuntiramiz. Endi 6-siningki 3-tarmoqi siyg'atu muntahal jumu' shaklida ko'plik qilingan ismlar g'ayrimunsarif bo'ladi. Xo'sh, u muntahal jumu' shaklida ko'plik qilingan ismlar degan qaysi deganda oxirida alifdan keyin 2 harf kelib harakatlik bo'lsa. Masalan, jid qaranglar, alifdan keyin qancha harakat keldi? 2 harf. Ikkilisi qanday harakatlik? Yoki alifdan keyin 3 harakatlik kelib oxiridagi 3 harfning o'ttirisi qanday bo'lsa, sokin bo'lsa. Manadil, mafatih, fanajil, karasi deganga o'xshash. Mana bu shu. Demak, qanday bo'lgan ismlar? Siyg'atu muntahal jumu' bo'lgan ismlar deb ataymiz. Mana bu 6 turli ismlarni biz arab tilida nima deymiz? Mamnu' munassarif deb ataymiz. Xo'sh, endi buni sizlar buningki amaliy misollarini tekstdan ko'ringlar. Bismillahirrahmanirrahim. El-kelimatul jadida. Yangi so'zlar. El-finjanu piyola. Fanajin piyolalar. El-mindilu qo'lyog'liq, lo'nga va tozliq qog'ozga ishlanadi. Tozliq qog'ozi. Manadil tozliq qog'ozining ko'pligi. El-madrasatu maktab. Madarisu maktablar. El-miftahu ochqich. Mafatihu ochqichlar. El-masjidu masjid, masajidu masjidlar. El-daqiqatu minut, daqaiqu minutlar. Qala dedi, er kishi dedi degan bo'lsa qala deymiz. Qalat dedi ayol kishi. Bu ayollik shakli. Abyad oq, ahmar qizil, akhbar yeshil, asvad qora, azraq ko'k, asfar sirq. Shunda bo'lsa biz tekstni o'qiylik. الدرس الثاني والعشرون 22 ders حامد طبيب حامد doktor زوجته مدرسة onun ayali o'qituvchi اسمها آمنة onun ismi Amina حامد له 4 أبناء Hamid onun 4 o'g'li bor hum ular Hamzatu
وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد وحمزة o'quvchi. İkisi qanda o'quvchi. Ahmad talibun mujtahidun. Ahmad tirishchan o'quvchi. Va Hamzatu talibun kaslanu. Va Hamza hurun o'quvchi. Qala Yusuf, dedi Yusuf, "Indi khamsatu aqlamin." Menda 5 qalam bor. Hada qalamun ahmaru. Bu qizil qalam. Va hada qalamun azraqu. Va bu qanday qalam? Ko'k qalam. Va hada qalamun akhdaru. Bu yeşil qalam. Va hada qalamun aswadu. Va bu qor qalam. Va hada qalamun asfaru. Va bu sariq qalam. Qalat Zeynep, dedi Zeynep, "Indi manadilu kathiratun." Menda löngiler yoki tozliq qog'ozi ko'p. Hada abyad. Bu oq. Va hada asfar. Va bu sariq. Va hada ahmar. Va bu qizil. Va hada azraq. Va bu qanday? Ko'k. Qalat laha Fatima, dedi uningga Fatima, "A'indaka mindilun akhdar." Sizda yeşil löngi bormi? Qalat, dedi, "La, yo'q. Ma indi mindilun akhdar." Menda yeşil löngi yo'q. Qala Talhatu, Talha dedi, "Indi mafatihu kathira." Menda ochqichlar ko'p. Hada miftahul ghurfa. Bu yataqning ochqichi. Va hada miftahul haqiba. Bu somkining ochqichi. Va hada miftahus sayyara. Bu mashinaning ochqichi. Qala Sufyan, "Fi baladina masajidu va madarisu kathira." Sufyan dedi, yurtimizda masjidlar va maktablar ko'p. Va fanadiqu qalila. Mehmonxonalar va mehmonxonalar az. Haulay atibba'u. Bular doktorlarmi? La, hum mudarrisuna. Yo'q, ular o'qituvchilar. Va hum ulama'u kibarun. Ular cho'ng ulamolar. Xo'sh, unda bo'lsa tekstga qarab baqadigan bo'lsak, qaraylik. Hada qalamun akhdar. Bu yeşil qalam. Xo'sh. Qalamun qo'sh tanin o'qildi. Shundaqla bu qalamunni yeşil deb qanday qildik? Sifatladik. Yeşil qalam deb. Sifatlanguvchiga qanday qiladi? Ergashatdi. Bu qalamun qo'sh o'qilsa, ya'ni tanin o'qilsa, nima uchun bu akhdarun o'qilmay akhdaru o'qiladi? Chunki bu mamnu' min as-sarf bo'lganligi uchun qo'sh o'qilmaydi, ya'ni tanvin qabul qilmaydi. Qalamun akhdaru deymiz. Qarab baqadigan bo'lsak, hammasida ana shu misollarni aytib ko'p keltirilgan. Masalan, "Indi mafatihu kathiratun." Qaranglar. Kathiratun bu sifat. Qo'sh o'qildi. Nima uchun bu sifatlanguvchi taq o'qiladi? Chunki bu yerda sifatlanguvchi qanday? Mamnu' min as-sarf. Qaysi sabab bilan mamnu' min as-sarf? Bu siyg'atu muntahal jumu', ya'ni ko'plik qilingan. Shu ang g'oyida oxirgi shaklda qanday qilingan? Ko'plik qilingan deymiz buni. Oxirgi shaklda ko'plik qilingan ismlar. Bu siyg'atu muntahal jumu' degan qanday ko'plik deganda oxirida alif bo'lib, o'ttirida alif bo'lib, alifdan keyin 3 harf kelib, 3 harfning o'ttirisi qanday bo'lsa, sakin bo'lsa, yoki alifdan keyin 2 harf kelib, 2 harfning ikkisi qanday bo'lsa, harakatli bo'lsa, bu muntahal jumu' bo'ladi. Masalan, masajidu. Alifdan keyin 2 harf keldi, ikkisi qanday keldi? Harakatli keldi. Madarismi shu? Mana alifdan keyin qancha harf keldi? 2 harf keldi, ikkisi harakatli. Shuning uchun bu yerda kathiratun degan sifatni tanin qo'sh o'qidik. Masajidu va madarasni qanday o'qidik? Taq o'qidik, qo'sh o'qiyolmadik. Xo'sh, shunda bo'lsa, qolgan tekstning muloyisini o'zinglar qilsanglar bo'ladi. Biz keyingi mashqlarga o'taylik. Tamarin ko'nikmalar. Iqra'il kalimatil atiya waktubha ma'a dabti awakhiraha deydi. Tuvandagi so'zlarni o'qing va uni oxirlarini bekitish bilan yozing deydi. Ya'ni oxirini qo'sh o'qamdik, taq o'qamdik. Endi bizga bu yerda
mamnu' min as-sarf ism bilan al-ismul munsarif, ya'ni turinadigan, tanvin o'qiladigan ismni aralashtirib bergan. Endi biz mushuning ichidan yuqori o'rgangan 6 xil turga kirgan ismlarni qo'sh o'qimaymiz. Chunki u nima bo'ladi? Mamnu' min as-sarf bo'ladi. Masalan, Muhammadun bu qo'sh o'qiladi. Chunki bu 6 xil ismlarning ichida yo'q. Ikkinchisi Xolidun bu o'qiladi. Maryammu bu o'qilmaydi. Nima uchun? Ayollikning ismi bo'lganligi uchun. Fatimatu bu o'qilmaydi. Abbasun bu uning turi kirmaydi. Hamzatu bu qo'sh o'qilmaydi. Nima uchun? Ayollikninki ta'siri bor, erning ismi bo'lganligi uchun. Masajidu qo'sh o'qilmoq. Yo'q. Nima uchun? Bu muntahal jumu' shaklidagi ism bo'lg'achqa. Muntahal jumu' degan nima edi? Elifdan keyin 2 harf kelib, ikkilisini bo'lsa, harakatlik bo'lsa, yoki elifdan keyin 3 harf kelib, 3 harfning o'ttirisi qanday kelsa, sokin kelsa. Xo'sh, endi bu sizlarga topshiriq. Qolgan o'zingizlar ayirib ishlab boqinglar. Xo'sh, savoqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.